Assalomu alaykum qadrli yurtdoshlar, nazokatli xonimlar. Sizning sevimli dasturingizga aylanib ulgurgan Nazokat ayollar telejurnali yana efirda. Avvalambor, bugungi 8-mart Xalqaro xotin-qizlar kuni bilan barcha onajonlarimizni, buvijonlarimiz, opa-singillarimiz va hamkasblarimizni tabriklaymiz. Sihat, salomatlik va go'zallik hamisha hamrohingiz bo'lsin. Demak, ana shunday yuqori bayramona kayfiyatda dasturimizni boshlaymiz. Bejizga ayol baxtli bo'lsa, jamiyat baxtlidir deb aytishmaydi. Darhaqiqat, ayollarimizning jamiyatda faol bo'lishi, o'z o'rnini topishi, ijtimoiy faolligini oshirish borasida yurtimizda keng ko'lamli islohotlar amalga oshirilmoqda. Bunday amaliy sa'y-harakatlarning natijasi haqida ushbu sahifamizda bilib olishingiz mumkin. Ayol jamiyat gultoji, oila muqaddasligini asrab-avaylaydigan, avlodlar davomiyligini ta'minlaydigan buyuk kuchdir. Har bir jamiyatning taraqqiyoti avvalo undagi xotin-qizlarning baxtli, farovon va erkin hayot kechirishi bilan chambarchas bog'liqdir. Shu bois mamlakatimizda olib borilayotgan islohotlarning markazida ham aynan ayollarning huquq va manfaatlarini ta'minlash, ularning imkoniyatlarini kengaytirish, ijtimoiy faolligini oshirish kabi masalalar turibdi. Ayniqsa, qizlarning erkin ta'lim olishi, kasb-hunar egallashi, jamiyatda o'z o'rnini topishi uchun keng imkoniyatlar yaratilmoqda. Bu e'tibor nafaqat ularning bilim olish jarayonida, balki hayotning eng muhim bosqichlaridan biri, oila qurish jarayonida ham yaqqol namoyon bo'lyapti. Xususan, bugungi kunda nikohdan o'tish arafasida bo'lgan yosh juftliklar tuman hokimliklari huzurida faoliyat yuritayotgan yoshlarni oilaviy hayotga tayyorlash o'quv markazlarida maxsus mashg'ulotlarda qatnashib, mustahkam va baxtli oila qurishning muhim jihatlarini o'rganmoqda. Mazkur markazlarda FHDO organlariga nikohni qayd etish uchun ariza bergan va o'quv mashg'ulotlarida qatnashishga rozilik olingan 30 yoshdan oshmagan nikohlanuvchilar diniy va dunyoviy bilimlar asosida bepul o'qitiladi. Bu jarayonda yoshlar oila muqaddasligi, er-xotin o'rtasidagi hurmat va mas'uliyat, sog'lom turmush tarzi hamda farzand tarbiyasiga oid muhim bilimlarni egallaydi. Ushbu tizimning samaradorligini aniq raqamlar bilan tasdiqlaymiz. Masalan, birgina G'uzor tumani misolida olib qaraydigan bo'lsak, 2024-yilda 1160 nafar, 2025-yilda 1385 nafar, joriy yilning dastlabki 2 oyi mobaynida esa yana 105 nafar yosh juftliklar mazkur markazda oilaviy hayotga tayyorlandi. Bitta o'qigan qiz butun jamiyatni tarbiyalaydi. Bitta yigit bitta oilani boqsa, tarbiyalasa farzandlarini, bir ayol kishi butun jamiyatni tarbiyalaydi. Jamiyatni tarbiyalaydi degani uni bo'lajak farzandlari o'qimishli bo'lib yetishadi. Oliy ma'lumotli, dunyoqarashi keng bo'lgan olimlar, professorlar chiqadi. Shuning uchun iloji boricha hali ham hamma imkoniyat bor, o'qish kerak. Aytish joizki, bunday suhbat va uchrashuvlar faqat yosh oilalar bilan cheklanib qolmaydi. Ular onalar, qaynonalar, buvijonlar ishtirokida ham o'tkazilib, katta avlod vakillarining dunyoqarashini zamon talablari bilan uyg'unlashtirish, oilaviy munosabatlarga yangicha yondashuvlar asosida bilim va tushunchalar berishga xizmat qiladi. Zero mustahkam oila nafaqat 2 yoshning, balki butun oilaning o'zaro hurmati, bir-birini tushunishi asosida barpo bo'ladi. Bunday keng qamrovli profilaktik suhbatlarga jamiyatning faol, obro'-e'tiborli va namunali vakillari faol jalb etilgan. Ana shunday ayollardan biri Sitora G'aniyevadir. Keling, bu tashabbuskor ayol bilan yaqindan tanishamiz. Men 1980-yilda Toshkent davlat madaniyat institutini tugatdim. Tugatganimdan keyin G'uzor tuman madaniyat uyiga 4 yil muddat ishladim. Rayon partiya komitetiga bo'lim mudiri o'rinbosari, ma'ruf kabineti mudiri ishladim. Belorussiyaning Min shahridagi Oliy partiya maktabiga o'qishga ketdim men. Qizil diplomni tugatdim. Xotin-qizlar qo'mitasiga men 20 yil ishladim. Shu yerdan keyin men pensiyaga chiqdim.
yana pensiya chiqmam, baribir ishimni davom ettirdim. 1,5 yil o'zim yashab turgan Chanov mahallasiga ham mahalla maslahatchisi ishladim. Oila markazi tashkil etildi. Butun har bir tumanda o'sha oila markaziga ham mutaxassis bo'lib ishladim. Kelin kuyov bilan gaplashsam, keyin onalaring chaqirdi deyman. Onalar bilan chaqiramanda, onajon, men aytdim shu kelasizlar o'qishga deyman. Shartmikin Sitora opa deb aytdim keling deb. Agar shu qizingizni, o'g'lingizni kelgusidagi hayotini, taqdiri bilan qiziqsangiz, albatta kelasiz deyman. Kelishadi, ko'rishadi. Keyin kelib endi rahmat aytib ketishyapti-da. Biz xayolimizga kelmagan narsalarni aytdilaringiz deydi. Bizni bilmaganlarni o'rgandik. Biz ona bo'lsak ham, hattoki sizlar bizga ham ancha tarbiya beriladi. Bizga xursand bo'lib shu tashkil etgan o'quvlarni tashkil etgan mana shu prezidentimizga minnatdorlik bildirib ketishyapti onajonlarimiz. O'tgan yili 261 oilani o'rganib chiqdik biz mana shu yarashtiruv komissiyada. Chunki biz yarashtiruv komissiyamiz nafaqat bitta shu shanba kunimizda, oila kunimizda o'sha kuni o'rganamiz biz. Mana shu yarashtiruv komissiya hamma keladi bizga ham. Lekin o'sha yarashtiruv komissiyamizda, o'sha yangi oila qadriyatlarini mustahkamlash komissiyamiz a'zolari mahallaga ham biz biriktirganmiz-da. 261 agar oilani o'rgangan bo'lsak, 261 dan 185 ta oilani yarashtirganmiz o'tgan yili. 185 ta oilaning 198 nafar bolajonlari ota-ona bag'riga qolishiga muyassar bo'ldik. Bu albatta katta ish bu. 70 yoshni qarshilash arafasida bo'lgan bu shijoatli ayol Sitora G'aniyeva tumanda o'zining fidoyiligi, ishga mas'uliyat bilan yondashuvi va talabchanligi bilan alohida hurmat qozongan insonlardan biri. Uning oila va xotin-qizlar bilan ishlashdagi qariyb 20 yillik faoliyati uning naqadar boy hayotiy tajribaga ega ekanligini namoyon etadi. Sitora ayol uchun bu yo'lda shaxsiy manfaatdan ko'ra odamlar taqdiri, oilalar baxti ustuvor bo'lgan. Zarur bo'lsa o'z huzuridan kechib, boshqalarga ko'mak berishni burch deb bilgan. Hukumatimiz tomonidan Sitora aya mo'tabar ayol ko'krak nishoni bilan taqdirlangani bejiz emas. Bu mukofot uning ko'p yillik fidokorona mehnati, jamiyatda xotin-qizlarning o'rni va nufuzini mustahkamlash yo'lida qilgan xizmatlariga berilgan bahodir. Albatta baxtli ayolman. 3 nafar farzandim bor. 5 nafargina nevarajonlarim bor. Elim meni yaxshi ko'radi, xalqim yaxshi ko'radi. Qayerga borsam hurmatdaman, izzatdaman. Albatta baxtliman men. Bitta oilani yarashtirsa, bitta oila tinch bo'lsa, bitta oila tinch bo'lsa, o'sha mahalla tinch bo'ladi. Bitta mahalla tinch bo'lsa, tuman desak, butun jamiyat, butun davlatimiz tinch bo'ladi-da. Shuning uchun biz o'zimizni hissasimizni qo'shishga albatta harakat qilamiz. Yana kelgusida ham xalqimiz uchun, vatanimiz uchun, albatta xotin-qizlarimiz uchun, oilalarimizni tinchligi uchun albatta o'zimni hissamni qo'shaman deb sizlarni ishontiraman. Bu men uchun katta baxt, oliy baxt. Shunday baxtga erishganimda xursandman. Sitora G'aniyeva bugun hayotidan mamnun, baxtli ayollardan biri. Uning suyanadigan mustahkam oilasi, mehrga to'la farzandlari va nabiralari bor. Shu bilan birga u kasbiy faoliyati orqali salmoqli yutuqlarga erishib, jamiyatning hurmatli insonlari safidan munosib o'rin egallagan. Ana shunday ziyoli, g'ayratli va mehnatsevar insonlarning tajribasidan unumli foydalanish jamiyatda oilaviy muhit mustahkamlanishida muhim ahamiyatga egadir. Zero baxtli ayol boshqalarni ham baxt sari yetaklay oladi. Ayol baxti haqida so'z ketar ekan, farzand deb atalmish oliy ne'mat bilan u yanada to'kis bo'ladi. Bugungi kunda shifokorlarimiz shunchalar mehnat qilib, o'z ishini uddasidan chiqmoqdalarki, ona va bola salomatligini xavfsiz ta'minlash yo'lidagi xavotirlarga o'rin yo'q. Ana shunday shifokorlar chaqaloqlarni tug'ilganidan to ona bag'riga yetgunigacha bo'lgan holatlarda o'zlari parvarishlab, o'zlarining bolasidek qarashmoqda. Gap neonatolog shifokorlar haqida ketmoqda. Ushbu sahifamizda ularning faoliyati bilan yaqindan tanishamiz.
Ma'lumotlarga qaraganda 2025-yilda respublika miqyosida 20 mingga yaqin holatda oilalarda egizak farzandlar dunyoga keldi. Ayniqsa, egizaklar tug'ilishi bo'yicha Qashqadaryo viloyati yetakchi hududlardan biridir. O'tgan yili viloyatda hatto 4 nafar egizak farzand dunyoga kelgan holat ham qayd etildi. Bu esa hududda onalik va bolalikni muhofaza qilish tizimi izchil rivojlanib borayotganidan dalolat beradi. Respublika ixtisoslashtirilgan ona va bola salomatligi ilmiy-amaliy tibbiyot markazining hududiy filiali jamoasi bu boradagi amaliy ishlar ko'lamini kengaytirib bormoqda. Mana 3 ta markazning birgalikda bo'lishi, skrin markazi va reprodukt markazining qo'shilishi, bu ham mana shu bir joyda joylashuvi hozirgi kunda ayollarimizga juda yengillik yaratyapti. Bizda mana shu ishonch 20-30 tomonidan keltirilgan mana shu tibbiy apparaturalar mana shu chaqaloqlar uchun hamda onalar uchun mana shu apparaturalarning ta'minlanishi hozirgi kunda onalarimiz hamda bolalarimiz o'limini oldini olish ancha kamayganligini dalolat beradi. Qolaversa mana shu 2025-yil mana shu dekabr oyida biz yuqori xalqaro tibbiy xizmat sifatini yaxshilash maqsadida xalqaro sertifikat, ya'ni akkreditatsiyani qo'lga kiritdik. Bu akkreditatsiya hozirgi kunda mana shu tibbiy sifatni yuqori darajali berish hamda hozirgi kunda mana bemorlarning xavfsizligini ta'minlash, qolaversa tibbiyot xodimining xavfsizligini ta'minlash va ichki infeksiyalarni oldini olish bo'yicha mana shu akkreditatsiya bizga juda ko'p ma'lumotlarni berdi. Bu ham hozirgi kunda mana shu onalar va bolalar o'limini oldini olish va yuqori sifatli xizmat, tibbiy xizmat ko'rsatishga imkon beradi. Aytish joizki, bugungi zamonaviy tibbiyotning eng muhim yutuqlaridan biri muddatidan oldin tug'ilgan yoki tana vazni yetarli bo'lmagan chaqaloqlarni asrab qolish, ularning sog'lom ulg'ayishi uchun zarur sharoitlarni yaratishdir. Shu jihatdan qaralganda, viloyatda ona va bola salomatligini ta'minlash yo'lida olib borilayotgan islohotlar, tibbiy xizmat sifati hamda zamonaviy texnologiyalar joriy etilayotgani o'zining ijobiy natijasini bermoqda. Tibbiyot markazining neonatologiya bo'limi jamoasi ayni kunlarda ham erta tug'ilgan chaqaloqlar hayotini saqlab qolish yo'lida fidokorona mehnat qilmoqda. Bu yerda zamonaviy tibbiy uskunalar va ilg'or davolash usullari yordamida hatto eng murakkab holatdagi chaqaloqlar ham shifokorlar e'tiborida parvarish qilinyapti. Bunday holat aslida zamonaviy tibbiyotning yutug'i, ammo biz buni xalqchil tilda mo'jiza deb ataymiz. Neonatologlar bizni ana shunday navbatdagi mo'jiza bilan tanishtirdilar. Mana shu chaqaloqchamiz Nurmo'minova 25-yanvar kuni tug'ilgan. Bu chaqaloqchamiz vazni 800 gramm, 26 haftalik. Bu 500 grammdan yuqori va 22 haftadan yuqori bo'lgan chaqaloqlar bular o'zi yashashga huquqi bor, nom olishga huquqi bor, bular davolanishga huquqi bor. Dada kamdan kam biz umid qilmagan edik buni yashab ketishiga. Bizga mana apparatura, texnologiyalar keldi. Shu chaqaloqchamiz mana 37 kunlik bo'ldi bugun. Nafaqat bu chaqaloqda, barcha kam vaznli, chala tug'ilgan chaqaloqlarni davlat tomonidan bizga Kurasur degan dori berilgan. U Kurasur dori narxi 5 millionga yaqin. Davlat tomonidan chaqaloq tug'ilgandan 32 hafta past bo'lgan gestatsion yoshi kam bo'lgan chaqaloqlarga intubatsiya qilinib shu Kurasur yuboriladi. Bu o'zi chaqaloqni o'zi ona qornida ishlab chiqariladigan surfaktan o'pkalarni bir-biriga yopishtirishga bermaydi. Shu surfaktan asosida bu chaqaloqqa ham qilingan. Yutuqlarimiz mana shu o'ylayman, shu chaqalog'imiz onasi bilan bag'riga bosib ketsa, neonatologlarimizni yutug'i deb hisoblaymiz. Yangi tug'ilgan chaqaloqlar bilan ishlash nihoyatda murakkab va mas'uliyatli jarayondir. Bunda zamonaviy tibbiy ta'minot muhim o'rin tutadi. Xususan, chaqaloq atrofidagi kerakli namlik va kislorod darajasini saqlab turadigan, ona qornidagidek qulay muhitni ta'minlab beradigan maxsus inkubator uskunalari, zaruriy dori-darmon bilan ta'minlanganlik darajasi viloyatda yildan-yilga yaxshilanib bormoqda. Natijada tug'ruq jarayonlarining yengil va xavfsiz kechishidan tortib, kam vaznli yoki muddatidan oldin tug'ilgan chaqaloqlarni asrab qolishgacha bo'lgan jarayonlar tizimli nazoratga olingan. Biz chaqaloqlar reanimatsiyasini bo'limiga kelganmiz. Bu yoqda kichkina bolachalarimiz yotadi. 500 grammdan to 1,5 kilo, 1700 grammli chaqaloqchalar yotadi. Biz ham harakat qilamiz bolalarni yashatishga,
sog'lom bo'lib chiqib ketishiga, onalar bolalarni qo'lidan quruq ketmasligi uchun harakat qilamiz, qo'limizdan kelgancha yordam beramiz. Biz eng oxirgi tug'ilgan mana 1200 gramm, 1000 grammli chaqaloq, mana hamma narsani taxlab qildik. O'zini uyachasiga kelgan, shu bilan yotadi. Bu uyacha issiqlik ta'minlab beradi bola sovqatmasligi uchun. Tabiiy onani issiqligini ta'minlab bera oladi, chunki ular tashqi muhitga hali moslashmagan. Oldin ham biz qo'rqardik, ayniqsa 1 kiloli, 1000 grammli, 800-700 grammli bola tug'ilsa juda qo'rqardik. Hozir yo'q. Ko'nglimiz xotirjam qilib qabul qilib olamiz bu bolani. Bu 1 oydan keyin sog'lom bolalarga qatoriga bemalol kirib oladi. Onalar bilan bag'riga bosib ketsa, biz qo'shilib xursand bo'lamiz. Radha Qurbonova 25 yildan buyon neonatolog shifokor sifatida faoliyat yuritib keladi. U o'zining boy tajribasi, kasbiga sadoqati va yuzlab chaqaloqlar hayotini saqlab qolishga qo'shgan hissasi bilan jamoa orasida hurmat qozongan. Shifokorning ko'p yillik samarali mehnati munosib e'tirof etilib, o'tgan yili davlatimiz rahbari tomonidan sog'lom turmush medali bilan taqdirlandi. Bu mukofot nafaqat bir shifokorning, balki ona va bola salomatligini muhofaza qilish yo'lida mehnat qilayotgan barcha tibbiyot xodimlarining xizmatiga berilgan yuksak bahodir. Ta'kidlash lozimki, ayol uchun eng ulug' baxt ona bo'lish, yangi hayotga zamin yaratishdir. Shu bois ona va bola salomatligini saqlash yo'lida ularning hayotini xavfsiz va barqaror qilishdek sharafli vazifasini zimmasiga olgan tibbiyot xodimlarining mehnatini har qancha e'tirof etsak arziydi. Ular har bir yangi tug'ilgan chaqaloqqa shunchaki bemor sifatida emas, balki o'z farzandidek mehr bilan qaraydi. Uning ilk nafasini, ilk hayot nishonalarini asrab qolish uchun bor bilim va tajribasini safarbar etadi. Shu bois neonatolog shifokorlar ko'pincha o'zlarini dunyodagi eng ko'p farzandga ega onadek his qilishadi. Ana shunday baxt bilan siylangan shifokorlar jamoasini Xalqaro xotin-qizlar bayrami bilan muborakbod etamiz. 8-mart xotin-qizlar bayrami. Men barcha respublikadagi xotin-qizlarimizni mana shu bayram bilan tabriklayman. Ularga birinchi navbatda sog'lik, salomatlik tilayman. Mana yurtimizda doimo to'y tomosha bo'lsin, onalarimiz va bolalarimiz sog'-salomat bo'lsin. Neonatologlar nimani istaymiz? Shu onalar shu yerdan xursand bo'lib, bolalarini bag'riga bosib ketishini xohlaymiz. Hamma ayollarga sog'lik tilaymiz, xursandchilik tilaymiz. Ana shu chaqaloqlarni qarashda o'zi bir mashaqqatli mehnat. Ina bilan quduq qozganga teng. Bunga ham onaga, ham bizga, o'rta tibbiyot hamshiralarimizga tabriklik bilan biz shu chaqaloqlarni mehr qo'yib qaraymiz. Onalarni yuzlarida tabassum ko'rishini xohlaymiz. Mana shu yerdan faqat shu tabassum bilan shu chaqaloqlarni bag'riga bosib ketgani biz uchun katta yutuq. Shuncha chaqaloqlar qarayapmiz, bizani mama deyishadi, onajonisi deyishadi, momajonisi deyishadi. Endi shundan xursandman. Biz odatda ayollarimizni bahor bayramlarida e'tirof etishga odatlanganmiz. Aslida esa ular hamisha e'zozimizdadir. Bugungi kunga kelib esa boshqaruv sohasidagi muhim lavozimlar ham aynan ayollarga ishonib topshirilmoqda. Ana shunday lider ayollardan biri Dilbar Xo'jaqulova boshqaruv tizimida ayollarning mavjudligi jamiyat taraqqiyotida muhim o'rin tutishini ta'kidlamoqda. Keling, u kishining fikrlariga quloq tutamiz. Tarixdan ma'lumki, o'zbek ayollari doimo siyosat va jamiyat hayotida faol bo'lib kelgan. To'maris, Bibixonim, Gavhar Shotibegim, Nodira kabi ko'plab malikalarning mamlakat boshqaruvida muhim rol o'ynagani ayni haqiqat. Ular nafaqat qarorlar qabul qilishda, balki adolat, tenglik va mas'uliyat tamoyillarini amalda namoyon etish orqali boshqaruvni yanada mustahkamlagan. Bugungi kunning o'zbek ayollari ana shu tarixiy merosni davom ettirgan holda o'zini nafaqat oila
oilada, balki ilm-fan, biznes, siyosat va boshqa sohalarda faol va ishbilarmon rahbar sifatida namoyon qilmoqda. Ana shunday zamonamizning lider ayollaridan biri, Do'stlik ordeni va Mo'tabar ayol ko'krak nishoni sohibasi Dilbar Xo'jaqulovadir. Uning ta'kidlashicha, boshqaruv jarayonida ayollarning ishtiroki jamiyat va davlat ishlarida ijobiy natijalarni berishi aniq. Mana hozir qarab tursangiz, maktab direktorlarining 80% xotin-qizlar. Bog'cha mudiralari hammasi xotin-qizlar. Bundan tashqari, deputatlarimizda ham hozir ayollarimizni foizi ancha ortib borgan. Bu birinchidan o'sha yuqoridan prezidentimizning ayollarga bo'lgan hurmatlari va ayollar sonini ko'paytirish kerakligini va ayollar bor joyda, o'sha ayollar rahbarlik qilayotgan joyda albatta tizim, tartib va muvaffaqiyatlar bo'lishi tabiiy ekanligini ko'rsatib berdilar. Shuning uchun ham mana hozir juda xursand bo'laman. Masalan, mana shu o'zimni o'quvchim hozir mana xotin-qizlar, oila va xotin-qizlar bo'limida rahbarlik qilyapti. O'zi aslida shunday gap bor, bitta ayol bo'lsa ham zargarga ish topiladi, deyiladi. Chunki ayol bor joyda tizim bo'ladi, tartib bo'ladi. Bundan tashqari o'sha axloq normalariga rioya qilish holatlari bo'ladi. Ayol bor joyda tozalik, pokizalik, juda yaxshi narsalar bo'ladi. Masalan, yaqinda bir maktabga bordik, shu maktabga qizlarimizdan so'radikda, mana ayol rahbarlarni ko'ryapsizlar, kimlarga havas qilasizlar desak, shundan 14 ta qiz turib Saida Mirziyoyevaga havas qilamiz. Men kelajakda Saida Mirziyoyevaday ayol bo'lmoqchiman. Nimasiga havas qilding? Qanday desam, tinmay ishlaydi. Har sohaga ishlaydi, juda bilimli, tilni ko'p biladi. Havas qilsa arzigulik ayol degan gapni aytayapti-da. Bu demak o'sha maktabdan havas bilan o'sha boshqaruvga o'tish yoki olaylik o'z o'rnini topishga harakat qilish, bu menimcha o'sha olib borilayotgan salohiyatli islohotlarning natijasi, yutug'i, amaldagi isboti. Dilbar Xo'jaqulova asli kasbi o'qituvchi bo'lib, ko'p yillar davomida ta'lim sohasining ilg'or pedagogi sifatida faoliyat yuritgan. 2002-yildan 2014-yilgacha G'uzor tumani hokimi o'rinbosari, oila va xotin-qizlar bo'limi boshlig'i lavozimida ishlagan. Shu davr mobaynida u ma'muriy vazifalarni bajarish bilan birga tuman ayollarining huquqlari, oilaviy barqarorlik va jamiyatdagi tenglik masalalarini ilgari surishda faol bo'lgan. Bu hokimiyat oyna. Maktabga faqat maktabda o'zini ko'rasiz, kollejga o'zini, shu o'quvchilarni va ota-onalarni ko'rasiz, lekin hokimiyatga butun tumanni ko'rasiz. Butun tumandagi o'sha nechta mahalla bor, nechta maktab bor, kollej bor, bog'cha bor, hammasini. Buni ichiga kirgandan keyin hamma ham ishlay olmaydi demoqchiman hokimiyatga. Bosim chetdan bo'lmaydi, o'zingizda ichingizdan bo'ladi bosim. Eplab ketalamanmi? Ba'zan shunday holatda bo'lgan, qanday eplayman? Tasavvur qiling, mana shu yig'lab keladi. Erim urdi, o'lib qolaman, yordam bering opajon deydi. Yo'l topishingiz kerak o'shanga. Har qanday vaziyatda ham o'sha ayolni qutqarib qolib, to'g'ri yo'lga boshlash kerak. Shubhasizki, ayol kishi uchun hokimiyat tizimida faoliyat yuritishning, jamiyat ishlari bilan mashg'ul bo'lishning o'ziga yarasha qiyinchiliklari bor. Bu borada uni qo'llab-quvvatlab turuvchi oilasi bo'lishi muhimdir. Dilbar opaning bu borada tirgaklari borligi uning omadidir. Dadam juda ziyoli odam bo'lganlar, faqat bizani o'qitishga harakat qilganlar. Qizim, sen o'qishing kerak. O'qiganingda ham shunday kabinetga o'tirib, rahbar bo'lishingni xohlayman derdilar-da. Shunda men aytardim, dada, hamma ham rahbar bo'lmaydi. Desam, bilim olsang, o'qisang, harakat qilsang, albatta bo'lasan. Shuning uchun dadam o'qitdilar. Imtiyoz diplom bilan institutga o'tdim. Maktabga ishladim. Keyin maktabdan kollejga taklif qilishdi. Kollejga ishladim. Keyin shu kollejga ishlab yurgan davrimda viloyat kengashining deputati bo'ldim. Keyin hokimiyatga keldim. Chunki qaynotam qo'llab-quvvatladilar. Keyin qaynonam deb juda bir xursand bo'ldilar. Shuning uchun men ishlagan vaqtim qiynalmadim. Yana turmush o'rtog'im ichki ishlar bo'limida ishlardilar. O'zlari mana selektor yig'ishlariga, tuman hokimligining yig'ishlariga qatnab bilardilar, vaziyatni bilardilar. Shuning uchun turmush o'rtog'im ko'p qo'llab-quvvatlaganlar. 4 nafar farzandim bor. Baxtli mamlakatning eng baxtli ayollaridan biriman deb hisoblayman o'zimni.
Dilbar Xo'jaqulova kasbidan faxr topgan, el ardog'ida bo'lgan ziyoli va ma'rifatparvar o'zbek ayoli timsolidir. Qahramonimiz bugungi kundan mamnun, chunki u o'z vaqtida jamiyat rivoji uchun qilgan mehnatlari natijasini bugun ko'rmoqda. Eng muhimi, nafaqada bo'lishiga qaramay, ko'ngilli sifatida oqila ayollar harakati rahbari va tuman yarashtiruv komissiyasi a'zosi bo'lib faoliyat yuritib, ayollarning dardini tinglash, ularning o'qishi va bandligini ta'minlash yo'lida bor kuchini sarflaydi. Xo'sh, bu sa'y-harakatlar unga nima berdi? Keling buni qahramonimizning o'zidan eshitamiz. Uydan to hokimiyatga boraman degunimcha 15 minutga boradigan bo'lsam 2 soatga boraman. Chunki ular Dilbar opa deb kelganda albatta ular bilan so'rashaman, ko'rishaman. Kimgadir ozgina yordam qilganmiz, kimgadir uy bilan ta'minlaganmiz, kimdadir oilasini tuzatganmiz. Kimdir mana shu yarashib ketganidan keyin mana ikkita farzandim tug'ildi. Bu katta baxt. Qaysi mahallaga borsak, shu quchoq ochib kutib olishadi. Ikkinchidan, shu kamtarona mehnatimni hukumatimiz e'zozlab do'stlik ordeni bilan taqdirladilar. Keyinchalik mustaqilligimizda 15 yillik, 20 yilligi ko'krak nishonlari bilan, mana koronavirus davrida mehr-saxovat ko'krak nishoni bilan taqdirlandik. Keyin oldin mo'tabar ayol ko'krak nishoni bilan taqdirlandim. Xursand bo'lib yurganim, mana shu nafaqaga chiqdi, bo'ldi, uyga o'tiribdi deb tashlab qo'ymadi meni. Hozirgacha jarayondamiz, hozirgacha ishdamiz. Mana hozir shaxsan prezidentimizning tashabbuslari va takliflari bilan tashkil etilgan oqila ayollar harakatining tuman bo'limi rahbariman. Hozirgi kunda ham shu jamiyat bilan hamnafas ekanligimdan, hozirgi kunda ham jamiyatga foydam tegayotganidan, meni so'rab turishganidan juda ham xursandman. Buning uchun dunyomizda mana shunday tinch farovon qilib turgan va bizga mana shunday yorug' kunlarni, mana shunday bir chiroyli kunlarni bergan hurmatli prezidentimizga onalar nomidan, nuroniy onaxonlar nomidan o'zimni tashakkurimni bildiraman. O'zbek jamiyatida baxtli, o'z kasbini sevuvchi va jamiyat rivojiga hissa qo'shayotgan ayollarimiz borligi katta boylikdir. Ularning mehnati va fidoyiligi yosh avlodni ilm-ma'rifat yo'lidan borishga, o'z salohiyatlarini ro'yobga chiqarishga undaydi. Ayni vaqtda Dilbar Xo'jaqulova nabiralarining tarbiyasiga e'tiborli bo'lib, ularni ajdodlariga xos xususiyatlar bilan o'sishiga yo'l ko'rsatmoqda. Shu tariqa tarixdan meros bo'lgan rahbarlik va mas'uliyat qobiliyati yangi avlodda ham davom etmoqda va bu o'zbek ayollarining jamiyat rivojida muhim rol o'ynashini yana bir bor tasdiqlaydi. Hayot doimo tekis yo'llardan iborat emas, unda sinovlar va mashaqqatlar ham bo'lib turadi. Mana shunday yo'llardan o'tishda esa birinchi maslahatgo'yimiz onalarimiz bo'ladi. Ular o'zlarining pand-nasihatlari va duolari bilan yo'limizni charog'on aylaydilar. Darhaqiqat har bir muvaffaqiyatli inson ortida ayol kishi turadi. Bu ona, rafiqa, opa-singlimiz bo'lishi mumkin. Navbatdagi sahifamiz qahramoni ham o'zining bugungi kunda erishayotgan barcha yutuqlari zamirida o'z onasining duosini ko'radi. Ilyos Umarovni mahoratli nonvoy sifatida vohada yaxshi tanishadi. Nonlarni san'at asari darajasida go'zal qilib tayyorlaydigan bu yigit yosh bo'lishiga qaramay sohada ancha katta tajribaga ega. U oddiygina non yopish va sotish jarayonini tadbirkorlik darajasiga olib chiqib, bugun 7 ta filialga ega bo'lgan nonvoyxonalar tarmog'ini yo'lga qo'ydi. Xo'sh, uning yosh bo'lishiga qaramay erishayotgan muvaffaqiyatining siri nimada? Bu savolga javobni uzoqdan izlash shart emas. Ilyosning o'zi buni ham yashirmaydi. Uning eng katta ilhom manbai, ilk ustozi bu onasidir. U bolaligidan tandir yonida ulg'aydi. Onasi non yopayotgan paytda yonida turib, xamir qorishning sirlarini, tandirning haroratini his qilishni, nonni chiroyli qilib yopishni o'rganib bordi. Bugun uning nonvoyxonalariga ertalabdan odamlar navbat turadi. Kimdir nonning ta'mi uchun, kimdir uning ko'rinishidagi nafislik uchun keladi. Ammo Ilyos uchun bu muvaffaqiyatning asl qiymati boshqa joyda. Onasining mamnun nigohiga boqishi, duosini olishi unga har narsadan ustundir. Men muvaffaqiyatga erishimga albatta oyimning hissalari juda ham katta. Birinchidan ayam men uchun ustoz hisoblanadi va ikkinchidan duolari bilan mana shunaqa muvaffaqiyatga erishishga sababchi bo'lamiz. Kasbimda avvalambor onajon o'rganman, chunki nonxonamiz boshlangan vaqtda men 4 yosh bo'lganman. Va shuni keltirib, har bir sohasida non sotishda va non yopishda
ichkaridagi xamirlar hammasida onam ustozlik qilgan. Men uchun ham ota, ham ustoz, ham hayotda yo'l topishimda ayamni o'rnlari katta. Bitta o'g'ilman. Shuning uchun har tomonlama muvaffaqiyat erishishga mana shu ayamni xursand qilsam bo'ldi degan teoremada harakat qilaman. Biz yoshlarga ko'proq oson ish yoqadi. Oson daromad topishni xohlaymiz, oson ishda. Boshqa ish qilaman degan narsalar bo'lgan, chunki institut o'qiganman, institutdan keyin boshqa ish qilaman deganman. Lekin meni eng ko'p mehnatga singan nonvoyxona bo'lgani uchun buni men osonroq olib ketganman. Kelajakdagi rejalar xudo xolasa mana shu nonvoyxonani biznesini butun O'zbekistonga yana ham yaxshi tomonlama ko'rsatishga harakat qilish. Hozirgi kunda odamlarni ko'p mana shu duolar bilan xursand bo'laman. Shu kasb tanlaganimni afsuslanmayman va bu uchun ayamga katta rahmat aytaman. Ilyos Umarovning onasi Surayyo Xidirovaning ham bu sohaga kirib kelishining o'ziga xos hikoyasi bor. Hunar uning hayotini qutqardi. Halol mehnat bilan farovon kunlarga yetdi desak mubolag'a bo'lmaydi. Chunki ayol boshi bilan xamir qorish, tandir yoqish, non yasash va uni yo'lma-yo'l sotish oson ish emas edi. Bu nafaqat jismoniy mehnat, balki sabr, matonat va qat'iyatni talab qiladigan mashaqqatli yo'ldir. Ammo Surayyo opa qiyinchiliklarga yengilmay, oilasi farzandlari uchun halol rizq topish ilinjida tandir boshida tinimsiz mehnat qilgan. Dastavval birovlar nonini sotganman bozorga. Ular meni ustozim bo'ladi hammasi. Shulardan ish o'rganganimdan keyin 3 yildan keyin o'zimiz uydan ochganmiz. Xo'jayinim bilan birgalikda kam-kamdan, oz-ozdan ochib, ishga yordam bo'lsin deganmanda yo'llarga kirganman. Taqdir taqozasi bilan yolg'iz ona bo'ldim. Shunga bolalarimni barib oyoqqa turish uchun men yanada kuch topishimga harakat qildim. 36 yil hamshira bo'lib ishladim. Tungi navbatchilikdan keldim, bozor chiqib ketadim, kechqurun xamirga ishlaychidim. Ertalab yana bozorga chiqadim. Mana shunaqa qilib bolalarimni katta qildim. O'g'lim katta bo'lgandan keyin shu meni xamirga ishlaganlarimni ko'rib, onamni hech qachon ishlatmayman, o'zim ishlayman deb o'zi yoshligidan kirib ketdi shu narsaga. Birgalashdik. Katta qizim sotaydi, men non yasaychidim, o'g'lim yopgan. Hunar hammani qutqaradi. Kim shuni nima desam, mehnatiga chidasa, ba'zida qolib ketgan paytlari bo'ladi, yomon chiqqan vaqtlari bo'ladi, mahallalarga olib borib sotgan paytlarimiz bo'ladi, yarim narxga sotgan vaqtlarimiz bo'ladi-da. Ko'plar shu narsadan qochadi, tashlab ketadi bu sohanda. Lekin hamma sohada ham chidasa, mehrini bersa bo'ladi hamma narsada. Surayyo Xidirova asli kasbi hamshira. U uzoq yillar davomida odamlar salomatligi yo'lida xizmat qildi. O'tgan yili nafaqaga chiqqach esa yana o'zining sevimli maskani nonvoyxonaga qaytdi. Aslida bugun barcha ishlarni o'g'li Ilyos yuritishi onani og'ir mehnatdan ancha xoli qilgan. Ammo Surayyo opa nonvoyxonadagi samimiy jamoa muhitini, tandir atrofida kechadigan mehnat zavqini hech nimaga alishmaydi. Eng muhimi, ayollarni ish bilan ta'minlashdek savobli va sharafli ishga qo'l urish niyati uni yana faoliyatga undadi. Shu maqsadda Surayyo opa non mahsulotlari turini ko'paytirish tashabbusini ilgari surdi. Endilikda bu yerda faqat non emas, balki qovurilgan xamir mahsulotlari, qatlama, ko'ksomsa, tandir pechak kabi xalqimiz sevib iste'mol qiladigan pishiriqlar ham tayyorlana boshlandi. Qarabsizki, nonvoyxonada mehnat qilayotgan xodimlar soni 100 nafardan oshdi. Bu esa butun bir jamoaning rizq ro'zi, ko'plab xonadonlarning barakasi demakdir. Juda ham xursandman. Shunday ahil jamoamiz bor. Oilamiz tinch. Hamma mana ishlaymiz shu yerga xursandchilik bilan kelishadi, xursand ketishadi. Meni ko'proq quvontirgan narsa o'zimiz yigitlar oilasini bag'rida. Musofirchilikda yurishni xohlamayman-da, hamma o'zining oilasi bilan birga o'tirishni xohlayman. Xotin-qizlarni ishlik qilganimdan xursandman. Maqsadim mana shuning rohatini ko'rish. Men ishim yoqadi o'zimni. O'zim ishim, endi mehrim juda berganman. Shu ishga ertalab turganimda to'g'ri shular oldiga kelib, bir sira ko'rishib, hammasi bilan biror kamchiligi bo'lsa ketirib berib, qarab yurayman, xursand bo'laman. Hayotda formulam taslim bo'lmaslik kerak. Tushkunlikka tushib qolib, men endi bo'ldim, endi qila olmayman, men taqdirim shu ekan deb o'tiraversa, hech narsa o'zgarmaydi. Orqaga qaramaslik kerak, oldinga qarab intilish kerak bo'lsa kerak. Ona va farzandning ana shunday ahilligi, hunarni e'zozlab mehnat qilishi atrofdagilarda ham havas uyg'otmoqda. Natijada bu maskanda shogirdlar soni, mijozlar ko'lami tobora ortib boryapti. Surayyo opa esa o'z vaqtida bunday kunlarni hatto tasavvur ham qilmagan edi.
Hayotning sinovlari, tandir boshidagi mashaqqatli mehnatlar ortidan bugun u el ardog'ida. Eng muhimi, farzandining kamolini, iqbolini ko'rib, onalik baxtini his etyapti. Ayol, 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 zaminga nur qo'ygan samosan ayol, 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 har kim kuylay olmas navosan ayol. Aslida har bir insonning muvaffaqiyatida ona duosining ulushi beqiyos. Onalarimiz bor ekan, qaddimiz baland, ishonchimiz mustahkam, xonadonlarimiz fayz va barakaga to'la bo'ladi. Baxtimizga barcha onalar sog' salomat bo'lsinlar. O'zbekistondagi barcha xotin-qizlarni 8 mart bilan chin qalbdan tabriklaymiz. Bugun ayollarimiz ishonchga to'la, mehrga limolim, baxtli va farovon hayot kechiradigan zamon keldi. Davlatimiz tomonidan ularga yaratilayotgan imkoniyat va imtiyozlardan foydalanib, siz ham bugungi qahramonlarimiz kabi muvaffaqiyatli ayollarga aylanishingiz mumkin. Aziz xonimlar, bugungi dasturimiz shu o'rinda yakunlanar ekan, shu fursatdan foydalanib yana bir bor barchangizni 8-mart Xalqaro xotin-qizlar kuni bilan tabriklaymiz. Har kuningiz bayramdek o'tsin. Keyingi dasturlarimizda uchrashguncha o'zingizni ehtiyot qiling, salomat bo'ling.